Uyg'ur yozuvchisi Yosinjon Sodiq Cho'g'lonining Jallod Xanim nomli tarixiy romani. Bu roman Belqut shaklida ovozga ilinib, Belqut to'g'rida anlatildi. Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshon pir buzurgi bilan azorlashib qolganlik sababli uda 3 marta Maxtumzoda qasrga ziyoratga beribmi, pirining qabul qilishiga erishamagan Sulton Ismoil xonning ko'ngli bakmi yerim bo'ldi. Yurikining bir yerlarida xuddi qurtdek oromsiz qamirlab turgan, pir qarg'ishidan iborat mudhish bir vahima ko'ngil aromini buzib turibdi. Bugun xosiyatlik No'ruz oyam kuni bo'lganiga qaramay, barliq o'rda arkonlari va ostona qurollarining xo'shalligiga yot holda Sulton Ismoil xon to'lim g'amkin edi. Atrofidagi amir baglarining kayfiyatiga, No'ruz bazmisining xo'shalligiga halokat yetkazmaslik uchun har qancha tirishgan bo'lsa-mu, yanada yechilolmayotdi. Gerçi u bugun tong sahardala o'zining saltanatda o'ltirgan mazgildagi tunji No'ruz bayramini ostona xalqi bilan xo'shal-xo'ram o'tkazib, yangi yil bahor xo'shalligini el ovom bilan birlikda tantana qilishni ko'ngliga kutgan. Shu sababli No'ruz do'ngida elib berilgan tabriklash murosimiga Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshonni billa berishga taklif qilgan bo'lsin. Kaj gen adovati kuchlik Eshon xonning taklifini yana rad qilgan edi. İsmoil xon No'ruz do'ngidagi aloyitan yasalgan shohsuqda Xonish, Shohbonu, Shohzoda maliklarining hamda barliq cho'ng kichik o'rda arkonlarining hamrohligida bayga o'g'liq tortishish, qo'shqar so'qishtirish, sarg'aydi, chelishish, chavgan o'yinlarini ko'rib o'ltiribmi, boshqalarga o'xshash qoqoqlab kelanmadi. Ot belgisida ikkinchi bo'lib qolgan Malika Muhtaram xonimning bolalarcha chidamaslik bilan do'msiyishlari. Jangbozlik mahorati ko'rsatgan minglagan lashkarlarning yuqori mahoratlarimi hech qanday ta'sir qilmadi. Malika Muhtaram xonimning o'qiya yetish mahoratini birlikda ko'rsatish taklifini siliqlar rad qildi. Oxirida yuqori mahorat bilan ko'rsatilgan darvozlik o'yiniga mahliyo bo'lib, bir oz kayfi ko'tarilgandek bo'ldi. Shu sababli murosim oxiridagi mashrabni o'zimiz sezmagan holda xeli uzung'ich ko'rib o'tirdi. Xo'shallik, Belqut xazinasizlik yana oddiy avomdikan deb xiyol surdi xon qaynoq mashrab ahliga qarab o'tirib. Shu topda shu oddiy avom mening mushu o'rin martabamga havas qilayotganda, meni dunyodagi eng baxtli, eng g'amsiz, eng baxtiyor odam deb sanayotganda, Xon sultonlarning g'amini faqat xon sultonlar bildigan o'xshaydi. Faqat ashularning bir kunlik xo'shalligini setib olg'ili bo'lsa-dek ashki. No'ruz bayramlik murosim qizg'in kayfiyatda davomlashmoqda edi. No'ruz do'ngidagi kangri saynadi yuzlagan doshqozonlarda qaynagan No'ruz eshiga Sulton Ismoil xonmi ashu oddiy avom bilan birlikda egizlaydi. G'azodan keyin avom bilan birlikda duoga qo'l ko'tarib, xalqning yil beshidagi boshlagan ishlarining o'ngishli bo'lishini, saltanatning tinch, muqim, abadil abad ro'naq tepishini tiladi. Duoga qo'l ko'targan vaqtida barliq dil ovorchiliklarini, ko'ngil parishonliklarini hammani unutdi. Faqat el yurtga baxt, xo'shallikni tiladi. Sulton Ismoil xon o'rda arkonlarini, Xonish, Shohbonu, Xonzoda malikalarni agashtirib o'rdaga qaytgan vaqtida to'xtamay gumburlab yonirib turgan daqudumba, nog'ri so'nay ovozi butkul ostona osmonni larziga keltirib o'tgan edi. Xelili ruhlanib qolgan sulton kashda o'rda beg'idagi huzuri No'ruz nomli bahor fasllik sarayida ostondagi shoir qalamkashlarni, muqomchi mug'annilarni taklif qilib, bir qism o'rda arkonlari bilan birlikda No'ruzlik bazmi mushoira o'tkazdi. So'rinning boshlanmasi muqomchilarga berildi. Tambur, satar, g'ejek, ravob, o'd, chiltor, barbit, nay, dob, qolun, chang qatorliq chalg'ular bilan o'rindalgan sehrlik muqom kuylari barliq so'rin ahlini asir qilgan edi.
Muğannile barlık maharetini işq selip muqam aytatdi. Canım körgen cefanın mingda birin, bulur ger körse sendan pare pare. Kölürde körse ağzın birli tişin, bulur gülnari xandan pare pare. Muqam mergulları yenilinip duratdi. Sehirli küyle anlıqçılarını gah acayip ıxnım. Möcüzatlar dünyasıga başlap şatlandırsa, gahi tılsım bayavallığı taşlap yürek bağrını ezetdi. Camalu hüsnüne söz yok, vefa kerek bol ise, meni xud öldürdürse, reva kerek bolsa. Köngülni özgege bergin demenki müşküldür, jahanda siz kabi bir dilrabo kerek bolsa. Cemalu jah ilidin yüz faragatim bardır, uramın etimana aşina kerek bolsa. Sultan İsmailxon muqam kuylarga asir bo'lib ketgan edi. Shu topda uning vujudi erib, yurakidagi dard hasratlari sal bo'lib oqmoqda edi. Yıllar tutuban shayiq maqolatiga go'sh, nam ko'nglima zavaq yetdi, najonima jo'sh. Jonima nava soldi, ko'nglima xurush, bir jur'a bilan bu baqiy bada qurish. Muqam kuyları avjiga chiqib, mashrab bilan oxirlashdi. Endi navbat shoir adiblarga kelgan edi. Ular avval an'anaviy odat bo'yicha Nuruz nomlarini o'qishdi. İbtida qildik Nuruzdan yaxshi kunni boshladik, ko'nglimizning xushligidan bu o'yinni boshladik. Shatovada tonni kiyib, jo'v tomoqni tashladik. Saylarda o'tirib nag'ma navoni boshladik, ot elib, o'g'loq elib, mashrab qilur kunduz bugun. Buningga ergishibla yana bir yosh shoir Nuruz nomining oxirini ulab ketdi. Keldi Nuruz yilbashi, ketdi ko'ngilning cherkini, Navruz dibon kelurlar xotunlarning turkini. Gullar qisur, qiz o'g'il, agri qo'yar bo'rkini, meclis qilib o'ynashur, ochar ko'ngil mulkini. Qayg'u mehnatlar ketib, o'ynashur kundur bugun. Mana shu yusunda Nuruz nomla o'qilgandan keyin rasmiy mushoira boshlandi. Mushoirni xon oliylari boshlab bergan bo'lsa, dedi Mirza Bobobek Ismoilxonni bazmi ishiga so'rab kirmoq bo'ldi. Qani, xon oliylariga marhamat, dedi shoir adiblarmi xonga hurmat qildi. Ay, tuguman boyada yorg'unchoqning nima ishi deb tikan oti bo'g'la, dedi Ismoilxon chiroyiga kulgi yugurdi. Shoir adiblarga qarab ehtirom bildirdi. Xonliqimizning katta navkash bulbullar turgan yerda menga otkochilik qilib, bazmi o'qishni kim qo'yibdi? Mushoira avval muhtaram shoirlarimizdan boshlangan afzal. Bu degan xosiyatlik Nuruz ayamlik bazmi so'rini. So'rin ahlining she'r istibdodini surishtirish behojat, dedi hijroniy taxalluslik peshqadam shoir xonga madad berdi. Faqat to'qigan nazma beytlarimizning qofiyalari piston chaqmasli bo'ldi. Rastaylar janobiy ustoz, dedi Malik Muhtaram xonimmo Sultan Ismoilxonni mushoira boshlashga da'vat qildi. Navada xon otam mushundaq johillik qilib turib olgan bo'lsa, bizmi tong atqicha zubon surmay o'tirib olamiz. Qani, xon otamning Nuruz bazmisining kayfiyatini buzg'isi bormiki? Ay, siz javuldoshni boshqa bilmaysiz qizi, dedi Ismoilxon. Bir cho'ngdan, bir kichikdan debdiki. Siz bazmi ahlining eng kichigi bo'lgandan keyin mushoira boshlash navbati sizdan bo'lsin. Qandoq dedi Nuruz ahli? Hammaylar birdek xonning taklifini qo'llashdi. Qani, Malika, boshlasizlar. Qarabullig'i tillari chaplashib qolmaganda? Ma'qul amsa, mushoirni men boshlasam boshlay, dedi Malik Muhtaram xonim so'rin ahliga tavazzu bilan egilib salom qildi. Ammo bir shartim bor.
men başlagan mushairining oxirini xon atim tushirdi. Malika Muhtaram xonimning bu talabini so'rin ahli bas-basti qo'llashdi. Malika Muhtaram xonim bir oz o'yinib olgandan keyin gelini qirib qo'yib nazmi boshladi. Ey rost qadim sarvi ravon jon chamanida, yuzing kabi gul yo'q Güliston chamanida. Sultan Ismoilxon bir oz turib olib nazmining oxirini o'qidi. Bu shiva bilan sen yurursan har chaman ishra, yurmagay oltina Rızvan chamanida. Bunu ulapla şair hicrani davamlaştırıp ketdi. Qolluqiga bitik berur yüz şatlık aylar, zulfun qadinga son bulu rayhon chamanida. Malika Muhtaram xonim og'zini o'marlab bo'g'icha Sultan Ismoilxon nazmining oxirini tushirdi. Yüz para qilur gul yuzing oldida o'zini, chun topmadi ravana u qon chamanida. Mushoira dastlab Sakkokining g'azali bilan boshlanib, oxiri hammaylan o'zining she'r nazmlarini o'qishdi. Aferin. Hammalarning nazmlari to'liq fasohat chiqdi, dedi Mirza Bobobay. So'rin ahli bu mushoirdan hayajonlanib, qiyoqos so'ran selishdi. Bir qism yosh shoirlar, xattotlar bu nazmini naq maydonda xotirlab etishdi. Shu yo'sinda mushoira davomlashib, to'liq bir oylangandan keyin o'rda Bekovulga keltirgan shahoniy sharaflar jonon qadahlarga qo'yilishga boshladi. Mushoira aytib berib, tomoqlarimizni qurib ketdi. Endi gelimizni azroq namdib olaylik, dedi Mirza Bobobay va oltin qadahdagi sharafni Sulton Ismoilxonga uzatdi. Ömer Hayyamning bir parcha ruboyisini o'qidi. O'rdadagi bazmi sururlarda Ömer Hayyam ruboylarini o'qish odatga aylangan edi. May, nag'ma hur kabi ulftung bo'lsa, suv bo'yi chimanida so'ftung bo'lsa, huzurdan buningdan o'ylama do'zax, bunchilik bo'lg'ay u jannating bo'lsa. Sulton Ismoilxon Mirza Bobobayning qo'lidan oltin qadahni oldida sharafni deviga ozroq tekkizib qo'yib, javoban Ömer Hayyamning yana bir ruboyisini o'qidi. So'psizlik ey sharaf, ey tusir ayna, men shundoq ishaykin sana men shayda. Ko'rganlar deysin, nadin keldingiz? Sharafning maykupi, keling marhaba. Sultan Ismoilxon sharafni ichib bo'lishiga shoir hijronimi janon chindagi sharafni ko'tarib turib, Ömer Hayyamning yana bir ruboyisini o'qidi. Ko'zichi qishiga bardim nay yetib, turabdi do'konning choqini tepib. Bosh yasar ko'ziga shohning beshidan, gadayning qo'lidan anga put etib. O'rda beg'idagi huzuri No'ruz nomli bahor faslik qasrida uyushtirilgan No'ruz oyimlik bazmi tong otquchi davomlashdi. Malika Muhtaram xonim va boshqa shahbonu og'chi xonimlar mushoira oxirlashgan hamon qaytishgan edi. Bu kun Sulton Ismoilxon barliq g'am-g'ussa va parishonliklarini ko'nglidan chiqarib etib, qong'ichi sharaf ichdi. Kayfchilikda bazmi ahli bilan birlikda muqom to'g'ladi. Anglavatmanlar Belqut to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. No'ruz oyimlik bazmida sharafni ziyoda ko'p ichayotgan Sulton Ismoilxonning beshi qattiq og'rib ketganlikdan bugun atiganlik qo'bulg'ichi qolmagan edi. O qo'zitish mahal bilan harmush holatda o'rnidan turdi. Bekovulbek alohida tayyorlab qo'zgan masihni qaytirib, org'illikni tugitadigan so'g'uq chuchumal abjash sharbatdan 2 jam ichib, xilila ruhlanib qoldi. Mo'yim ishlar bormi amir? So'radi u bir chetda qo'l bog'lab turgan divondagiga qarab. Ancha muhim ishlar yo'q qibligahim, dedi divondagi. Ammo Qashqarning noyib amiri Mirza Haydar Do'lati janoblarining oliylariga avatgan bir parcha maktubi bor.
Qashqardan kelgan maktub Sulton Ismoilxonni bir oz qiziqtirdi. Maktub qani? Divondagi xatchak tallasidan Qashqar amri Mirza Haydar Dug'lotining muhri besilib pechatlangan nafis ishlangan bo'lg'ir qopchiqni elib xonga uzatdi. Ismoilxon qopchiqning pechatini o'z qo'li bilan buzib qarab edi, ichidan ikki parcha xat chiqdi. Xatning birida Mirza Haydar Dug'lotining, yana birida Hidoyatulloh Ishonning imzosi bor edi. Xon Xo'ja Hidoyatulloh Ishonning imzosi qo'yilgan xatga xeyli qiziqqan bo'lsa-mu, yanada Mirza Haydar Dug'lotining maktubini avval echib o'qidi. Assalomu alaykum, adlu adolatning zulqari, mehribon shohi jahon qibligahim, aziz tallari salomatmi? Oliylarining cheksiz mehr shafqati soyasida Qashqardagi cho'ng kichik ra'iyat xotirjam tirikchilik qilmoqda. Ordu tushirgan yorliqqa binoan maxsus bag xizmatkorlarni tayinlab Qashqar zamini tavasidagi kambag'al, ojizlarni, yetim o'g'il, tul xutullarni, meyit majruhlarni aniqlab, xazindan 2 tuman sarko'mish, 1 tuman chorak ochliq, 1 tuman gaz mata ajirtib, ularning qori qishdan atiyozning seriq talsig'idan omon eson chiqib olishi uchun taxlab xon oliylarining mehr shafqatini va saxovatini yetkazdi. Urush va so'lik nizolarining ma'lumotchiligida savdo tijoratlar to'xtab, ko'cha rastillari cho'ldarab qolgan Qashqar shahrining avvat osoyishli holatini asliga keltirish uchun savdogarlardan, qo'shni ellardan kelgan karvonlardan, hunarvan kasblardan elingan boy siliqlarni vaqtincha kechirim qildi. Shuning bilan Qashqar rastillarining avatligi yana asliga kelib, savdo tijorat, turli hunar kasblar qaytadan jonlandi. Sönükler o'ttirsidagi adovat majralarga qattiq chek qo'yildi. Saltanatning suri haqiqiy turda namoyon qilindi. Qonun jasoqlar asliga keltirildi. Ishqiyatchilikning peshvosi Xo'ja Hidoyatulloh Ishon azizlarning dargohiga ziyoratga berib, xon yorligidan xabardor qildi. Ol Ishon bo'zirik xon yorligiga itoat qildiganligini hamda saltanatga bo'lgan cheksiz sadoqatni bildirdi. Ilgirki gunohlari uchun ko'p pushaymon edi. Ishoqiya so'likliklar bilan bo'lgan nizo adovatlarini yuyib tashlab, dushmanlik, qisosxo'rlik harakatini to'xtatganligini bildirdi. Ol Ishon Hazrat qabligohimga tayyorlagan maktubni yetkazib berishini o'tingan edi. Qabul qilib, mazkur ma'lumot bilan qo'shib huzurlarga avatdi. Muhtaram qabligohim, Qashqardagi avom ra'iyatdan xotirjam bo'lg'aylar. Avamning xotirjam tirikchilik qilishi va Saidiya saltanatining ro'noq tepishi uchun kecha-yu kunduz jenimni fido qilaman. Oliylarining ko'plab ko'rsatma berishini so'rayman. Aziz tallarga salomatlik tilab, kamina Qashqar amri Mirza Haydar Dug'lotidan deb bilinglar. Sulton Ismoilxon ma'lumotni o'qib bo'lib, rozimanlik bilan beshini langshitdi. Xo'ja Hidoyatulloh Ishonning maktubini qo'liga oldi. Assalomu alaykum. Olimning yaratquchisi ulug' Haq subhanahu va taologa hamd va sanolar aytaman. Shundaqla madihlashga tilim ojizlik qilgan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga besyor salomlardan keyin buyuk Saidiya saltanatining xoqoni Sulton Ismoilxon oliylariga do'stlik gulshanimning xushbo'y hidli gul g'unchilaridan sadoqatman guldastamni yo'llayman. Ey janobi qibligahim, jahondagi barliq mardlik, kam qo'rsoqlik, mehr shafqat, ilm istiqdom, fazilat, axloq, yaxshilik va saxovat, odillik va diyonatning muborak vujudlariga mujassamlanganligini his qilgan shu daqiqalarda o'zimning noinsof, baxtiqori shahzoda yo'lbosgan pir bo'zirik bo'lib turiblik. U zolim, diyonatsiz murtimni yomon yo'ldan to'siyamaganligimga cheksiz pushaymon qilmoqdaman. Mushritning gunohi kabir pirig'i bo'lur. Shu sababli yaratgan egamdan gunohimni talab, kecha-yu kunduz itikofda o'tirib, duo go'ylik bilan mashg'ul bo'lmoqdaman. Bizlar kim ahli suluk peshvosi, sultonul muhaqqiqlik kamoliga yetgan qutbul aqtob Valiyulloh bo'lganligim uchun bu dunyoning puchuq tangiga arzimaydigan 6 kunlik rohat farog'atidan qo'l uzganman. Shuningdek saltanat yurtdorchilik ishlariga zinhor qiziqmayman.
Yaratgan egen el rəiyyətinin bəxtini, asayişlik turmuşini közləb canaplardək kamali istidat egisiga xanu haqanlıq mərtebesini bəgən. Yurttarçılıq tezginini tavşırılan. Bizler kim piri büzürüklerini duagoylik kılıp Allah'ın fariz vaciplerini dilleriga selip turuşka muakkel kılgan. Şuna piri büzürüklerinin saltanat işleriga ağırlaşmaslığı, qo'l tiqmig'i, mansab martaba ta'ma qilmig'i haqning aşı o'rinlashtirishga qilgan xiyonatdir. Bundaq pir büzürüklerinin qilgan ibadeti haramdır. Dua talablari benaqbuldir. Maxtumzada Xo'ja Abdullah İşan azizlarning saltanat ishlariga qiziqib qolganligi sababli olilar bilan ozorlashib qolganligini anglab to'liq afsuslandi. Pir bilan mut o'tirsiga so'g'uqchilik tushmasligi kerak edi. Gerçi bizlar kim tog'i qeyrindishi bo'lmish Quttul Aqtabning o'g'li jiyanim bo'lmish Maxtumzadaga ikki og'iz nasihat qilish, haqning tutmishini samiga silish, ahli suluk ahkomlaridan ta'lim berish yo'lim bo'lsin. Yine adalet saqlashga herismen Maxtumzadaning zinhar quloq solmaydiganligini bilganligim uchun yanıla Janobi Ona Hazratimning parishon ko'ngliga tasalli berishni loyiq ko'rdim. Yaqindan beri so'lik o'tirsidagi majrolar sababidan Saidiya tasarrufidagi avom orasida ko'p xotirjamsizlik paydo bo'ldi. Amdili Saidiya taxtiga baqaror bo'lgan olilarga ko'p bosh og'rig'i tepib berdi. Gerçi men Sürki ishqiya muxlislariga apuchallik, kang qo'rsaqlik, sadoqatlilik xususida ko'p vazifalar qilib, Sürki ishoqiyachilar bilan bo'lgan gina adovatni yuyib tashlashni topilib kelgan bo'lsam-mu, ammo janoblardek xonu xoqonning homiyligiga erishgan Sürki ishoqiya murtlari o'zlarini aziz, katta hisoblab, bizlar kim Sürki ishqiya murtlarining beshiga ko'p dishvorchiliklarni soldi. Qasdanga sürkilib adavet tügümünüge su başladı. Cengi Cedel Gülhan'ını ulgayttı. Yüzlügen biçare işkiye murtlarını öldürdü. Mal dünyalarını tartıp elip, öy makallarına o't koydu. Ahtı kılıç, piyini kırık iş cezaları bilen mecruh kılıp taşırdı. Baxtimizga yarışa, canaplarının saltanatini sölük mezheptin müstesna tutuş, sölükler otursidiki niza adavetlerini tügütüş fermanının sayesinde, Sülki saqiyachilarning zulmidan qutuldi. Xo'shalligimizda ko'zlarimizdan daryodek yoshlarni oqqizib, ulug' Allohdan aziz tanlarga salomatlik, saltanatlariga kuch-qudrat tiladi. Alloh taolo Maxtumzoda Xo'ja Abdullah İşan azizlarga va u boshlab mangan sülki saqiyachilarning ko'ngliga insof, mehr, shafqat ato qilg'ay. Gerçi biz Janobi Xon oliylariga pir ustoz bo'lg'idek salohiyatimiz yo'q, arzimas odam bo'lsaqmi, xalqimizning ishlari uchun qiblagohimga ikki so'z hadiya qilay. Oliylari maqbul ko'rib qolsa ajab emas. Yaqindan beri oliylarining suluk majrolarini besib turish sababidan har qaysi yurt aymoqlarga yorliq tushirib, bir qism suluk targ'ibotchilarining kallasini olganligini, Ostandımı 30'dan artıq sölük targ'ibatchilarning biraqli kallasi ilinganligini anglab, to'liq iztirab chekdi. Muhtaram qadrigohi, saltanatning ishlari odamlar bilan oboddir. Odamlar bilan har qanday mo'jizatlar mujassamdir. Agar anchikim gunohlar tufayli odamlar qirilsa, saltanatning udi tavranmay qolmaydi. İkkil alemlik xosiyat ve savob topmoqni niyat qilgan har bir bandaning insonlik qarzi, musulmonlik vojibati axloq yo'li bilan ado bo'lg'ay. Bu axloq yo'lida insonni inson yo'liga boshlagan bir ustozga, insonni inson qilgan ota-onalarga, insonni fazilat, vafo, aql durdonalari bilan ta'sirlantirgan do'st yoranlarga, insonni to'g'ri yo'lga boshlab saxovat, mehr, shafqat, ilim istidoti bilan xotirjam, farovon va yashat tirikchilikka erishtirgan xon sultonlarga, insonni vijdon, adolat, ilm, hunar gulistoniga boshlab kirguchi donishmand zotlarga, nomrod qavm, haqam sayylarga, vafo, saxovat qo'lini tanlagan sehiylarga Allohning inoyati, mehr, shafqat xazinasi har qachon bordir. İnson uchun axloq, vijdonni ifoda etmek, diyonat, fazilati bilan so'yinmak, faxrlanmak haq ham vojibdir.
Bunun siz meyli şah, meyli gaday olsun, Xudo oldida öz gunohidan soqit bo'lanmas. Endi o'rinsiz qon to'kish, jabr zulm silish ishlariga kelsak, buni Alloh hargiz maqbul ko'rmas. Ziyoda xunrizlikning o'zi adolatsizlikdan bishoratdir. Bo'libmi oliylar amdili Saidiya taxtiga baqaror bo'lgan mushunda xosiyatli paytda avomning ko'nglini utish kerakki. Nauzubillah, ra'iyatni tushunib o'tmagay. Alloh taolo xon sultonlar uchun insof va adolatni jazm etgandir. Behuda qon to'kish bo'lsa, xon sultonlar uchun ofat va jaholatdir. Buningdan avom ra'iyat, din va shariatimiz yaxshi oqibat ko'rmaydi. Qon to'kilishni adl va adolat deb bilgan saltanatdan avom ra'iyat yuz o'raydi. U har qancha buyuk, adil bo'lsa-mu, el ra'iyat bezori bo'ladi. Yaratgan egam ko'ngillariga texmi ko'p insof, rahim, shafqat va tavfiq ato qilgay. Muborak jamollarni seg'inib, oliylar bilan zikri suhbat qurib, muloqotda bo'lishni kech-kunduz tilab turguchi Sultanul Muhaqqin Qutbul Aqtobil Valiyulloh Xo'ja Hidoyatulloh Eshon pir buzrukdan deb bilurlar. Maktabni o'qib tamomlagan Sulton Ismoilxonning vujudini kuchli hayajon chirmab oldi. Xo'ja Hidoyatulloh Eshonning sehri afsullari o'z ta'sirini ko'rsatishga boshlagan edi. Notiqlik, suhbatdishini jalb qilish, ko'ngildagini tepish, qalbiga hujum qilib to'ydirmay moyil qilish Hidoyatulloh Eshonning eng cho'ng ortiqchiligi edi. Shu topda Sulton Ismoilxon Maxtumzoda Xo'ja Abdulloh Eshon bilan Xo'ja Hidoyatulloh Eshonni ko'ngil tarozisiga selib dangsab selishtirib o'tdi. Tarozining Hidoyatulloh Eshon o'tirgan tarafi salmoq eg'iroq edi. Qashqar amri Mirza Haydar Davlatiga bir yoqa shohona zarba to'n in'om qilingan, dedi Sulton Ismoilxon qora divon biriga qarab. Qashqar amriga sulki ishtiya peshvosi Xo'ja Hidoyatulloh Eshon azizlarning izzat obro'yini qilib, amonligini qo'dab, o'ziga suluklarning ziyon zahmatidan saqlash xususida farmon yo'llangan. Xo'ja Hidoyatulloh Eshonga vaqti yetsa ostoniga qadam tashrif qilish xususida shahona taklif avatilgan. Anglayotganlar Beliqut to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Bahar quyoshning oltin nurida yuyingan o'rdi beg'i bahor bilan tang bir-birlab qaytib kelgan fasil qushlarning nag'ma navolari bilan o'zgacha orom baxish tusga kirgan edi. Huzuri No'ruz qasri atrofidagi bahor bilan tang eng avval echilgan rang-murang gullar. Yashirishga boshlagan cho'kan tallardan tarqagan xushbo'y hid dimog'larni lazzatlik g'idiqlab, odamni boshqacha ruhlantiradi. Qasrning oldidagi lip-lip suv to'ldirilgan ko'lning bo'yidagi oli ko'naklikka rastlangan so'rinda Sulton Ismoilxon Amir Kabir Mirza Boboqbey Maliki Muhtaram xonimlar, xonlik madrasasining muhim mudarrisi Mavlona Jaloliddin Qutlug' hazratlari qatorliq bir qancha adib ulamolar bilan suhbat tushgan edi. Ulardan 4-5 qadam yiroqlikda bir qancha o'rda sozandalari boyatdan beri muqam to'lab qurib ketgan gallarni namdib edish uchun sharbat ichib o'tiradi. Xonliqimizdagi bir qism adib qalam sohiblari orasida deb so'zini davomlashtirib o'tadi. Qo'shlab selingan ta'tillar ko'rpida badashqon qurib o'tirgan Sulton Ismoilxon suhbatdoshlariga qaradi. Parisi sakarist, Arabiy hasalist deydiganlar hali ham mavjud. Ularning she'r nazmlarida arab, faris so'z iboralar samandek to'la. Bundaq nazmlarni o'qigan kishi toshdan teyilib, dangalga putlashgandek qadamda bir oshib farischa, arabcha so'z iboralarga putlashib turadi. Shundaq, dedi Mavlona Jaloliddin Qutlug' hazratlari xonning qarashlarini quvvatlab. O nazmlarda fasohatdan eg'iz etish emas, hatto tuzuk mantiqni topqil bo'lmaydi. Ammo ular shu g'ayriy tillarni ona tilimizga qancha aralashtirib, abjash qilib yotsa, nazmlarini shuncha fasohatli chiqdi deb maqtandi. Alshir Navoiy hazratlari shu arabiy
Farisi tillarning jeni chaplashgan abjash tillik adiblarni o'z ona tilimiz bo'lgan Turkiy adabiy tilni qo'llash va rivojlantirishga o'yinda Turkiy tilining Faris tilidan qilishmaydiganligini, hatto yuqori turdiganligini sharhlab yozgan Shahona asari Muhakamatul Lugataynda buningdan 160 necha yil ilgari Turkiy hunarist deb jakarlagan edi. Dedi Maliki Muhtaram xonim so'z elib. Hamda Mahbubul Qulub, Xazaniul Maani, Xamisa qatorliq Shahona asarlarini sap Turkiy tilida yozib, Turkiy tilida katta asarlarni yozish mumkinligini isbotlab chiqqan. Rafiulloh Malika dedi yana bir o'ttir yosh adib qo'ldagi Muhakamatul Lugatayn nomli kitobning bayatini qatlab qo'ygan yerini echibdir. Mana bu Shahona kitobning monoqorlarini o'qib ko'raylik. Navoiy Hazrati moshundoq debdi. Bu so'zlardan dushmanlar bilan muxoliflarim meni o'zining tabiiy turk tiliga moyil bo'lgani uchun bu tilning tarafida mubolag'a qilyotidi va Faris tili bilan ancha aloqasi bo'lmag'achqa uni rad qilishdimi, gapni haddidan oshiribdi deb gumon qilishmisin. Halbuki Faris tili tadqiqotida va farischa so'zlardan foydalanishda hech kim taxi manchilik ish qila olgani yo'q. Bu tilning ortiq va kam taraflarini hech kim meningdan ortiq bilmas. Shunda ustoz dedi Maliki Muhtaram. Shunga Navoiy Hazratim o'zini so'z ahli xominning bosh targuvchisi, so'z go'harlari xazinasining omonat saqlag'uvchisi deb atishimi asossiz emasdir. Turkiy so'zlarning ilgari ko'p hollarda eng ushshaq uqumlar uchun mubolag'a yo'li bilan maxsus so'zlarni vujudga keltirgan deb Muhakamatul Lugatayndan naql keltirib so'zlashga boshladi Mavlona Jaloliddin Qutli Hazrat. Buni shu tilning ilgari yoki olimlari tushuntirib bermaycha boshqalar uning tigiga yetolmaydi. Shundoq dedi Amir Kabir Mirza Bobobay so'z qisdi. Navoiy Hazratlari bu katta asrda turkiy tilining ajoyib nozik uqumlarni ifoda qila oladigan afzalligini isbotlagan. Navoiy Hazratlari turkiy tilining hunarist til ekanligini isbotlab mundaq bayonlarni yozgan. Dedi bayonqi o'ttir yosh adib kitobni ochib rahliga qo'yibdi. Yig'ib aytganda turk tilida mundaq inchkilik va nafslik nihoyat ko'p. Bugungacha hech kishi uni chin ma'nosi bilan mulohiza qilmagani uchun oshkora bo'lmay kelmoqda. Agar kishi yaxshilab mulohiza va tahlil qilgan bo'lsa, turkiy so'zlarning ma'na jihatdan naqadar keng va cho'nqurligini, uslub jihatdan naqadar fasih ekanligini, bu tilda ma'noni ravon, aniq, ochiq ifodalashning osonligini bilgan bo'ladi. Turkiy tilining keng ma'noligi, har taraflimiligi shuncha dalillar bilan isbotlangan holda hamda bu tilda so'zlashuvchi xalqlar orasida shoirlar o'zining shundoq go'zal va boy tili turuqliq o'z qobiliyat va mahoratini boshqa til bilan ko'rsataman deb avor bo'lmas edi. Agar ikki tilda yozish iqtidori bo'lsa, o'z tilda ko'proq yozsa edi. Shunda Farisning eshigi turkning tulparidan yaxshi deydigan ashu janoblarga bu Shahona kitobni ko'proq o'qishga tavsiya qilganimiz yaxshi, dedi Maliki Muhtaram xonim. Muhokama toza avjiga chiqqan vaqtda yugurib kirgan mulozim Sulton Ismoil xonga egilib turib salom berdi. Parbuzuruk Maxtumzoda Xo'ja Abdullah Eshon hazratlari ana hazratim bilan ko'rishni iltimos qilib kelibdi. Bu tasoddifiy xabardan Sulton Ismoil xon bir oz ta'jiblandi. Shuncha vaqtdan beri xondan yomonlab, xon bilan ko'rishdan o'zini qochirib kelgan Eshonning mana endi tuyuqsiz o'zi aloyitan izlab kelishi bir yangilik edi. Darhol boshlab kel Parbuzurukni, deb amr qildi Ismoil xon. Bir piyola choy o'tlovchilik vaqtda qori taqiya ustida yo'g'on yeshil salla o'rib olgan. Qori kimxob to'n ustida ovarang ro'mol bog'lab olgan Maxtumzoda Xo'ja Abdullah Eshon bir qancha xalifaning hamrohligida kahravo tasvisini diqmoq barmoqlarida seyrig'inicha salmoq qadamlar bilan yetib keldi. Bir ustozning qorisini ko'ribla o'rnidan turib ketgan Sulton Ismoil xon qo'llarini ko'krigiga elib turib hurmat bilan salom berdi.
Assalomu alaykum muhtaram parbuzurga. Muborak poyi qadamlarga marhaba. Va alaykum assalom. Dedi Eshon xonning salomini elib. Xon Eshonning yeniga taklif qildi. Eshon xonning iltifotini e'tiborsiz qoldirib, xonning suhbatdoshlariga va sozandalarga so'g'uqli nazar tashlaganicha xonning o'dilidan o'rin oldi. Podshohga qo'l ko'tarib, qisqili duo qilgandan keyin yuzini sepdi. Ahvollari yaxshimi, ey Parvuzurek? Dedi Ismoilxon Eshondan esanlik so'rab. Inshaalloh, mo'shinchilik turibdimi? Dedi Eshon chiroyiga xola-xolmas tabassum yugurdi. Xon oliylarimi yaxshi turiblar? Avval Xudo, ondan qolsa janobi Pirimning duosi bilan obdan turyapti. Dedi Ismoilxon. Ta'limlarini oyimi g'aylapirib. Xon oliylarga endi bizlar kim Parvuzurlarning ta'limin behojatdir. Dedi Eshon qandoqdir bir qo'rsoq ko'pikini chiqarishga oldirayotgandek talaffuzda. Anglasak, şuradaki işkiyachi namusulman, murtad Hidoyatulloh Eshonning ta'limlari huzurlarga yetib ketdidek. Parvuzurga texi hayot turib, o'zga pirlar bilan muloqotda bo'lish yaxshi emasdir. Sultan Ismoilxon Maxtumzoda Eshonning nima uchun mo'shundoq tuyuqsiz izlab kelganligini darhol tushundi. Xo'ja Abdullah Eshon Sultan Ismoilxonning Xo'ja Hidoyatulloh Eshon bilan xat aloqa qilganligini, Qashqar amiri Mirza Haydar Dog'lotiga suliki ishqiyan murtlarini qo'g'dash, Xo'ja Hidoyatulloh Eshonga hurmat bildirish xususida farmon tushirganligini anglab, chayon chiqib olgandek cho'chidi. Vujudi ochiq eslog'i to'ldi. Xondan yomonlab o'ltirivasa, oradan Xo'ja Hidoyatulloh Eshonning foydalanib ketishdan ansirab, oldirib o'rdiga yetib kelgan edi. Özgü sürükləmi Saidiye saltanatının puhralaridir, dedi Maliki Muhtaram xonim Eshonning bemahal kelib suhbatning buzg'inini aldib, ha deganda Sultan Ismoilxonga ta'ni qilayotganiga chidab turolmay. Xon olilari butkul Saidiye tasarrufidagi barliq avom ra'iyatning posibonidir. Har kimning arz shikoyatini anglab, dardu holiga yetish majburiyati ham bordir. Çoğunlarning suhbatiga kichiklarning xohlagancha luqma selishi adabsizlikdir. Dedi Eshon Maliki qarab ta'rini turib va yana Sultan Ismoilxonga yuzlanib gapini davomlashtirdi. Aslida xon olimlar bilan xos o'ltirib muloqotda bo'lish niyatim bor edi. Toza beab vaqtda kib qolgan o'xshayman. U shundoq degach o'rnidan turdi. Nag'ma navo, may sharob ve kichiklarning suhbati esil nasablik zotlarga ve saodatman sulki ishoqiya murtlarga joiz emasdir. Xo'sh, aman bo'lg'aylar. Eshon Pirimning yana yomonlab qolganini ko'rib, Sultan Ismoilxon nima deyishni bilolmay turib qoldi. Bekovuldek uzitib qo'yish uchun Eshonning kengidan agashdi. O'zini cho'ngchaqlab ketganni bir ustoz deb hurmatini qilsak, dedi Maliki Muhtaram xonim tomshig'ini ushlab. Nasabining qandoqligini kim biladi u Eshonni? Bir necha ig'iz gapni ozroq qilsangiz bo'lmamdi Malika, dedi Sultan Ismoilxon. O Maxtumzoda bilan orasidagi ko'ngil olinishni tugatib olgan bu fursatning qo'ldan ketganligiga erkib qolgan edi. Shunda qilib So'rinning qizg'in kayfi birdilla suvdi. So'rin ahli g'ash bo'lgan holda tarqilishdi. Anglayotganlar Beliqut to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. 7-bob. Tundiki qissasxo'rlar. Bugun Maxtumzoda qasrining katta beg'idagi qat-qat silingan maxmal ko'rpa ustida yonpashlagunicha Kakukning yaqinlik sayraslariga mastona bo'lib, allaqandoq tatli xiyollarga asir bo'lgan Maxtumzoda Xo'ja Abdullah Eshonning kayfi to'limi chaq edi. Bayli salomlarni ko'tarib, ziyorat bahonasida kechirim so'rab kelgan Sultan Ismoilxonni qabul qilib, xelidan beri azar yegan ko'ngilni tasalli topqizgan Eshon xuddi qenib nashchik bo'lgandek xush kayf bo'lib qolgan edi.
Şu tapda onun köngül qapisiga band bo'lgan xiyol qushlari bog'dagi oshu kakkukdek yaqinlik sayraydi. Ulug' Alloh ega. Padari buzurg. Mulhid sürki ishqiyachi ag'yorlarim oldida sharmisor bo'lishdan saqlab qolganingga 100 ming qatla shukri. Ming bir jafolar bilan qo'pirgan saltanat tezginni qiyomat raqibim Xo'ja Hidoyatulloh tatqizib qo'yg'ili. Ziyoda takabburlik qilib Saidiya tasarrufida aron tasdiq qurib chiqqan Sulki Ishoqiya binosining o'rnini o'z qo'lim bilan qo'lab g'ulutib tashlag'ili qilqaltini. Xon sultonlarning yuzsizligini, imonining susligini bilatdim-ku bo'lmasa. Nima qilma, pir qadrini bilmaydigan Ismoil xonga buncha batma. Onunğa ziyoda ishonganim, umid bog'lig'ini o'zimga ortiqcha tamanno qo'yganim xato bo'lgan. Aslida Ismoil xonni erki taytang balani ta'pilagandek ta'pilishi, qarg'ish balaning royiga berib turib, jo'ruqqa kirgizgandek foydalanishi, ikki ilik upurmas tilimni ishqa silib, to'xtamay maqtab turib, naf edishi, farmon yorliqlarini qo'llagan qiyofatga kirib olib, maqsad muddaolarimni ro'yobga chiqarishim kerak edi. Mana oxirgi hisobda foyda kimga bo'ldi? Yana ashu do'zaxga tuturuq bo'lg'ur Hidoyatulloh bo'ldi. To'shqandek mökünüp iniga kirib olgan ul do'zaxiy munofiq buningdan to'liq foydalandi. Mökünüp olgan o'zidan chiqdi. Hatto Ismoil xonga ochiq oshkora maktub yo'llab, ko'nglini mayli qilib oldi. Saidiya tasarrufida puttasab turaligidek o'ringa imtiyozga qaytadan erishib oldi. Shundaq toychishlab qum chalmig'i dastlab o'zimni cho'ng tutib turib olganim bilan qanchalik ochiq hasrat yutqinimni, dard azob ilkida puchlanganimni, pushaymon yeginimni o'zim bilaman. Yanala oxir sili jannat makon padaru buzurgim madad qildilar. U ulug' ruhinatlari yo'lidi. İlgirki bir necha qatimliq ziyoratlarni, shohona takliflarni rad qilib o'tganligim uchun Ismoil xon navoda bugunmi qasrimga qadam bosmagan bo'lsa, aran dastlab turgan qum chalmam ezilib ketadi-da. Yuzimni daftaq qilib, pir buzurglik ota obro'yimni payma qilib, xon o'rdisiga o'zim ziyoratga borgan. Xonning atrofidagi oshu pas, osilarning oldida o'zimni texmi paslashtirgan. Sharmisor bo'lgan bo'ladi. U chog'da vafosiz, diyonatsiz, imoni so'z Ismoil xonla emas, atrofidagi ashu murtad amirlarimo meni texmi ko'zga ilmagan bo'ladi. 100 ming shukri. Bu balolardan omon qoldi. Endi nima qilishimni bilib oldim. Xotirjam bo'lsin-ki, padari buzurgim Sulton Ismoil xonni org'a elbilib, meni saltanatdan chatlashtirib, yurak bag'rimni dog'lagan, tugimas azoblarga duchor qilgan ashu amirlarni har amonlar bilan bir-birlab ko'zini yo'qitib, Sulton Ismoil xonni so'ygan piyozdek, yolg'iz daraxtda qilib qo'yaman. Endi shu chaqda Sulton Ismoil xonning meni saltanatga yaqin yo'latmag'ini bir ko'ray. Qasamki, bu niyatimdan hargiz yolmasman. Padari buzurgim o'z qo'llari bilan qurib chiqqan Sulki Ishoqiya binosining Saidiya tasarrufida texmi mustahkam qad ko'tarib turishi uchun madadkor bo'lg'ayli. Kechki ufuq Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Ishonning adovat qisosga to'lgan xiyonatkorona ko'zlaridek qizdirib ketgan edi. Dal-daraxtlarning orashlaridan shoh yopurmoqlarni rangdor jo'latib, bog' ichiga to'kayotgan qizg'ush nurlar asta-asta susishib, keyin biroqli yo'qoldi. Buningga ergishib Maxtumzoda qasrining bu katta beg'ini qorong'ulashgan qo'yuq dal-daraxtlarning soyasida xuddi Xo'ja Abdulla Ishonning ko'ngilidek bir mudhish qorong'ulik o'z qo'yniga olgan edi. "Chiroq yiqinglar!" deb baqirdi Ishon bayonqi qo'shig'ida to'yg'inni bilmay yavatgan g'azoni so'ndiramay kar kekatdi. So'pi xizmatkorlar birdamdala so'pining atrofidagi dal-daraxtlarga abjillik bilan o'rlashtirgan chiroq payloga sham yoqdi. Shu asnoda Maxtumzodaning ishonchlik yaqin xalifasi Rajab Darvish boqqa kirib keldi.
Sofi xizmatkorlarga put-qo'lni tutqizib, kerilib yotgan Eshonning qishig'i kelib to'xtadi. Allaqanday xiyollarga g'arq bo'lgan Eshon Rajab Darvishning kelganini to'ymadimi? Ko'zini yerim yumg'unicha xiyollarini davomlashtirib o'tdi. Rajab Darvish kelganini bildirib yo'tilib qo'ydi. Yo'tal ovozini anglab Eshon asta ko'zini ochdi. Rajab Darvishni ko'rib oldirab so'radi. Hijabul g'ayiblarning hammasi to'liq kelib bo'ldimi? Ne'matliklarimga ma'lum bo'lg'ay, dedi Rajab Darvish texmi bak ega. Hijabul g'ayiblarning hammasi tashqi saroyda farmonlarini kutib turadi. Ularni mashagila boshlab ketdilar xalifa, dedi Eshon o'rnidan turishga xo'sh yoqmay. Rajab Darvish kayniga burilib ketgandan keyin putini tutayotgan yosh Sofi xizmatkorga go'laydi. Mijixlab odamning qichig'ini keltirmay, ching-ching tuslar Sofi. Ayol o'tmay Rajab Darvish baslik bir-biridan qovul tambal kelgan 10 necha yigitni boshlab keldi. Hijabul g'ayib deb nom olgan bu yigitlar supidagi maxmal ko'rpa ustida yonpashlab yotgan Eshonning qishig'i kelibla chinordek baslarni o'rg'oqdek egib salom berdi. Assalomu alaykum. Ne'matlik pirimning oltin bo'ylari esanmikin? Va alaykum assalom, dedi Eshon yonpashlagan semiz gavdasini ko'tarib o'tirib. Hormag'aysizlar. Söyleki saqiyaning g'ozilari. Odatda mutlarga to'limi takabbur, so'rlik, so'rin muomala qilgan Eshon bu yigitlarga alohida iltifot ko'rsatib ahvol so'raydi. Boshqa mut so'pillarini dushkarlab, haqoratligini bilan bularga qopqini turibmi qaramaydi. Oila, bola chaqalarining ahvolini so'rab turadi. Piqsiqligiga yot holda boshqalardan elifli ko'ngan qo'yining aksicha bularga pat-patla hamyon-hamyonlab oltin kumush in'om qilib turadi. Tatliq yetishlik so'zlari, siniq sipoyi muomalasi bilan ularning ko'nglini o'ziga rom qilishga, sadoqatini changitishga urinadi. O'zlarini Eshon pirining eng yaqin mutlari deb bilgan bu yigitlar xo'jasiga cheksiz sodiq edi. O'tqa desa o'tqa, suvga desa suvga kiradi. Xo'jasi buyurgan har qanday ishni bejandil to'liq o'rinlaydi. Qani, supaga chiqib, yaqinroq o'tiringlar, dedi Eshon hijobul g'ayiblarga yenidan joy ko'rsatdi. Ne'matlik pirimning himmatiga ashqallah. Yigitlar Eshon xo'jasining o'ziga muhim bir vazifa topshirmoqchi bo'lganligini pamlab, ortiqcha takalluf qilmayla supaga chiqib Eshonni cho'rdab o'tirishdi. Xalifa, o'zlari muni so'pilarni boshlab, bog'ni chorisilar. Yotlardan hazar ayliginimiz yaxshi. Qisqarmoqcha qishimga hech kim kelmasin, dedi Eshon Rajab Darvishga qarab. Xo'sh, dedi Rajab Darvish va Sofi xizmatkorlarni boshlab qorong'ulikqa singib ketdi. Supida hijobul g'ayiblar bilan xos qolgan Eshon ovozini imkon bor past chiqarishga tirishib, shivirlashga boshladi. Hijobul g'ayiblar Eshon xo'jasining farmonini to'liq anglab olish uchun boshlarini Eshon tarafga so'rishdi. Garchi Eshon past ovozda kusurlab so'zlasimi, Mirza Bobobek, Mirza Avazbek, Malika Muhtaram xonim degan so'zlarni o'zimiz sezmagan holda qattiq qarab talaffuz qilyapti. Belqut shirkatida ovozga ilinib, Belqut to'g'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Yosinjon Sodiq Cho'g'lonining Jallod xonim nomli tarixiy romanini bugun mushargacha anlatdi. Davomini atidagi anglitishimizda davomli qoldirdik. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Shenhua kitobxonalarida sotildi. Do'stlarning setib olib, saqlab qo'yishini tavsiya qilamiz. Belqut xazinasi Uyg'ur xalqining urf-odat, mashhur shaxs ibodat, maqol tamsil, cho'chak, rivoyat qatorliq Uyg'ur madaniyat xazinasidagi bebaho go'rlar. Karton ilpa, qonun nizom, ishorat tili, tan tarbiya, fizika, ximiya qatorliq 600 dan ortiq kasbiy sohadagi Uyg'urcha, Hanzucha, ingliz 3 xil til, 6 milliondan ortiq so'z, ovoz ham surat birgalashtirilgan kompyuter yumshoq detali. Bilmaganni Belqutdan bil. Belqut xazinasi